Barchaga assalomu alaykum. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Shu bilan birga kompaniyamiz nomidan ham sizga baxt, saodat, oilaviy tinchlik, farovonlik va kelgusi ishlaringizda zafarlar tilab qolgan holatda bugungi video obzorimizni boshladik. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Suv bilan to'ldirilgan liq to'la basseyn. Unga doimiy ravishda suv kirib turadi, lekin hech ham to'lmaydi. Yoki bo'lmasam, o'sha liq to'la basseyn ichidagi suv juda ham ko'p muddat turadi, lekin undan sassiq chiqmaydi yoki to'g'nab qolmaydi. Buning sababi nima? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, siz to'g'ri o'ylayapsiz, menimcha. Demak, u basseyn ichidagi suv doimiy ravishda sirkulyatsiya bo'lib turadi, ya'ni aylanib turadi. Filtrlanib, filtrdan o'tib, qaysidir nasos uni suvni aylantirib turadi. Demak, siz turgan bo'lsangiz, bugungi video obzorda aynan ushbu suv nasosi haqida gaplashamiz. Mana, aynan bugungi video obzorimizda sizga gapirib bermoqchi bo'lgan suv nasosimizning tashqi ko'rinishi. Bu nasosning o'ziga hali to'xtalamiz. Hozir esa bu nasos nega aynan basseynning yuragi hisoblanishi haqida sizga bir qancha sabablarni keltirib beraman. Sababi bular haqida sizga gapirib bermasam, bu nasosni bilmagan, tushunmagan oddiy inson, oddiy boshqa nasoslar bu nasosda vazifasini bemalol bajarib bera oladi degan fikrda yurishadi. Chunki bu nasos xuddi jet suv nasosi kabi kirchatkalari oddiy nasosga qaraganda katta va vakuum qozon qismi ham katta bo'lganligi sababli o'zi kelib turgan suvni, ya'ni oddiyroq qilib aytganda, samoxod kelib turgan suvni juda yaxshi tortib bera oladi. Ikkinchi sababi basseyn ichidagi suvni filtrlash tizimi uchun mosligi. Chunki ko'rib turganingizdek, suv nasosining old korpusida mana bunday maxsus kartrij qismi bor. Bu esa basseyn ichidagi mayda tosh, qo'lga ilinadigan loy yoki shu kabi qattiq jismlarni o'zida ushlab qoladi va shunda nasos ichiga kirib ketmaydi. Qattiq jismlarsiz basseyn ichidagi suvni maxsus filtrga itarib, yana yaxshi odam organizmiga va tanasiga zarar tegmaydigan suvni basseynga kirgazadi. Shunda basseyn ichidagi suv doimiy ravishda aylanib turadi. Sassiq hid kelmaydi yoki to'g'namaydi. Uchinchi sababi doimiy ravishda ishlay olganligi uchun. Xlor va suvni tozalashda ishlatiladigan ximikat dorilarga chidamli bo'lganligi uchun. Soddaroq qilib aytganda, siz ko'rgan deyarli barcha suv nasoslarining suv aylanadigan korpusi chugundan bo'lib, agar uning ichi emallanmagan bo'lsa, korroziyaga chidamsiz bo'ladi va zanglash ehtimoli juda ham kuchli. Bu nasosning korpusi esa chidamli va mustahkam plastik materialdan tayyorlangan. Bu turdagi suv nasoslari haqida bilib oldingiz, ana endi texnik xususiyatlari haqida gaplashsak ham bo'ladi. Ha, aytgancha, Polvon kompaniyasi yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti munosabati bilan o'zining ijtimoiy tarmoqlarida, ya'ni Telegram, Instagram, YouTube sahifalarida alohida konkurslarga start bergan. Misol uchun, siz suv nasosi yoki bo'lsam suv isitgichi yoki bo'lsam yuqori bosimli yuvish uskunasini yutib olishingiz mumkin. Aynan bu videoda, ya'ni YouTube uchun konkursda siz ishtirok etishingiz uchun albatta YouTube sahifamizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va aynan bu videoning kommentariyasiga ismingiz va bizni qaysi viloyatdan kuzatayotganingizni yozib qo'ysangiz kifoya va siz ishtirokchiga aylanasiz. G'oliblarni esa Qurbon hayiti kuni soat 15:00 da Instagram sahifamizda jonli efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Agarda sizga konkurs haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, albatta bizning Telegram sahifamizga o'tib, u yerda tanishib chiqishingiz mumkin. Videoni davom ettiramiz. Ekraningizda ko'rishingiz mumkin, Polvon kompaniyamizda ushbu suv nasoslarining modeli 7 xil bo'lib, ularning kirish va chiqish, ya'ni 7 xil modelning kirish va chiqish quvurlarining diametri 50 mm. Albatta, ushbu suv nasosga kompaniyamiz tomonidan 12 oy rasmiy kafolat berilgan. Avvalo ushbu suv nasosni tashqi ko'rinish bilan tanishtirib o'tsam, boya yuqorida aytib o'tganimdek, ushbu suv nasosida maxsus kartrij joylashgan. Mana setkalik. Bu ham qattiq setka, ya'ni plastik materialdan tayyorlangan. Misol uchun, bu tomondan kirayotgan suv tarkibida, ya'ni suv ichida maxsus, ya'ni toshlar yoki misol deylik cho'ntakdan tushib qoladigan
tangalar va hokazo umuman olganda qattiq jism bo'lsa suvga qo'shilishib mana shu kartrijga tushadi. Bu kartrijda qattiq jismlar ushlanib qolgandan so'ng bu kartrijning teshiklaridan o'tgan suv mana bu yerdan o'tib ketadi. Buni videoning bir qismida ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda nasosning kletchatkasi joylashgan bo'ladi. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak, nasosning kletchatkasi. Xo'p. Bundan tashqari suv nasosimizning tagida maxsus o'zining paddoni bor. Bu esa siz bemalol suv nasosini yerga mahkam qotirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz bu nasosda real ko'rinishni yoki umuman misol deylik, siz do'konda ko'rsangiz, suv nasosida kabeli alohida tema. Chunki nagruzkaga chidamli va muzlamaydigan, sovuqqa, issiqqa o'z xususiyatlarini yo'qotmaydigan maxsus izolyatsiya bilan o'ralgan. O'zining komplektidan maxsus nasitkalar chiqadi. Bu bilan siz quvurlarni ulashingiz mumkin va mana qo'llanish uchun kitobcha. Ushbu suv nasosi haqida batafsil tushuntirib o'tilgan va kafolat varog'i mavjud. Kafolat varog'ining orqasida bizni servis markazlarimizning telefon raqamlari ko'rsatib o'tilgan. Mana bu joyda ham e'tibor bersangiz, barcha, ya'ni 7 xil turdagi, 7 xil modeldagi suv nasosida texnik xususiyatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Ularning hajmi, og'irligi, o'lchamlari, barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Va mana usta bonus, ya'ni polvon usta bonus tizimining maxsus ustalarimiz uchun chiqarilgan stikeri. Eslatma sifatida aytib o'taman, ushbu suv nasosni polvondan, ya'niki bizdan xarid qilsangiz, ushbu suv nasosga biz 12 oy rasmiy kafolat beramiz hamda O'zbekistonning barcha viloyatlarida 20 dan ortiq rasmiy servis markazlari va ko'chma servis xizmatlari bor bo'lgan kompaniyadan xarid qilyapsiz. Bu degani siz ushbu suv nasosni olsangiz, bemalol, bexavotir boshqa ishlaringizni bitirib yursangiz bo'ladi. Shu bilan birga bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizda ushbu suv nasosi haqida va boshqa mahsulotlar haqida bo'lsa ham qanaqadir savollar bo'lsa, albatta ushbu videoning kommentariyasiga savollaringizni yozsangiz, biz albatta javob beramiz. Barchaga rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.